Chevrolet oilasining eng bag'rikeng va uzun bo'lgan avtomobili O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 72.500 AQSh dollari. Chevrolet Suburban naqd 6 ta komplektatsiyada sotuvda tayyor. LS dan tortib High Countergacha. Bunisi esa LT bo'lganligi uchun 5.3 litrli atmosferniy va образный 8 silindrga 355 ot kuchi 519 Nm bo'ladi. Yana sotuvda 3 litrli Duramax turbo dizel hamda 6.2 litrli atmosferniy motorlar ham bor. Aynan O'zbekiston yo'llarida maksimalniy komfortni taqdim qilishi uchun baland profilli Michelin ballonlari taqilgan bo'ladi. LT hamyonbop komplektatsiya bo'lganligi uchun panorama tom, monitorlar, head-up displeylar o'rnatilmagan bo'ladi. Lekin yangilangan interyerda informatsion tablo va multimedia yangilangan bo'ladi hamda o'rindiqlari elektropaket, multirul, встроенный порог, 360 kamera, bezключевой достуp, 8 kishi uchun mo'ljallangan bag'rikeng salondan tashqari xuddi pikaplarga o'xshagan omborxonasi ham mavjud. Hajmi esa naqd 1000 litrdan oshadi. Nima deb o'ylaysiz? Imkoniyatingiz bo'lganda Suburban olarmidingiz yoki Yukon XL mi?